6 metrli, strapli, 4 metrli polli tushgan. Xudo xolisa. Laga to'sirli lestvaklarimiz ham bor. Juda ko'p so'rov bo'lgan. 15 ga 5, 18 ga 5 li taxtamiz bor. Lestvak uzunligi 4 metrli. Inshaalloh Xudo xolisa hammasini video davomida ko'rsatib boraman. Manzilimiz Namangan shahar Shamshiboy bozori 573 574-joy, ismi Abdulbost. Telefon raqami 90 222 44 77. Assalomu alaykum hurmatli Namangan taxta bozor kanal a'zolari. Hop, juda ham ko'p so'rov bo'lgan polli taxtamiz razmeri in 11+, qalinligi 208 li, uzunligi 4 metrli. 100% sasna, katta butoq yo'q, garbil nuqsoni yo'q. Uzunligi 4 metrli standart taxta. Mana holati, yuzasidan holatda. Laklasa bo'lardi, oldi orqasi standart. Umuman garbil nuqsoni yo'q. Bu taxtaning orqa tarafi. Narxi 61.500 so'm. In 11, qalinligi 208, uzunligi 4 metrli taxtaning razmeri. Da holasi holat juda ham chiroyli taxtani. Laga to'sinligi uchun uzunligi 4 metrli, in 15 sm, qalinligi 5, uzunligi 4 metrli. Laga to'sinligi mana toza sajramagan. Standart holatda, tilinishlar zo'r qilingan. In 15 dan katta, qalinligi 5, uzunligi 4 metrli. Narxi 126 ming so'm. Laga to'sinlikka in 15 sm. Qalinligi 5 li, lestvak suxoy taxta. Kengligi 18 sm. Qalinligi 5 li. Xuddi shunaqangi butoq tozalari ham ko'p ichida. Uzunligi 4 metrli bo'lgan. Lagali to'sinlikka baquvvat razmer. Uzunligi 4 metrli zavod taxtasi, quruq. Mana holatlar. Tilinishlar zo'r tilingan. Garbil nuqsoni aybi yo'q. Inshaalloh holati juda ham chiroyli. Ichlarida bunaqangi tozasini ajratib olinmagan. Narxi 145 ming so'mdan. In 18, qalinligi 5, uzunligi 4 metrli. Lestvak zavodskoy suxoy taxta. 11 ga 2, uzunligi 4 metrli taxtada 60 dona qolgan. Bir 30 kvadrat atroflarida yetib qoladi. Endi holasi 30-35 kvadratga. In 11 sm, qalinligi 2 sm, uzunligi 4 metrli. 43 mingdan sotib kelgan taxtam. Buni kelishtirib arzonroq qilib berib yuboraman. 60 dona ketadi. Xudo xolasa holati chiroyli, to'rqirra, tanlanib qolmagan. Nuqsoni yo'q. Mana taxta standart. In 11 sm, qalinligi 2 sm, uzunligi 4 metrli. Hop, 6 metrli strapilligimiz. 100% sasna. Razmeri to'liq razmerda 4+. Narxi qimmat chiqishi mumkin. Bozor standartidan qalin razmerligi uchun narxi balandroq chiqadi. Mana yon ko'rinishlari, xudo xolasa taxta 100% sasna. Tilinishlar zo'r tilingan, vannasi yo'q. Xudo xolasa in 11+, qalinligi 4+, uzunligi 6 metrli. Mana taxtaning holati. 100% sasna. Ichida pixta kedrasi umuman yo'q taxtani. 100% sasnaga garantiya beramiz. Xudo xolasa ichlargacha chiroyli taxta. In 11, qalinligi 4+ taxtaning narxi 112 ming so'mdan. Xudo xolasa o'sha tushirib qo'yilgan narxda inshaalloh ko'rib bemalol zakaz berishingiz mumkin. Standart taxta bo'ladi. Singani nuqsoni yo'q. Buni kelishilgan holatda 5 metrli strap oladigan akalarimizga 5 metr holatda ham qilib beramiz. In 14,5, qalinligi 38, uzunligi 6 metrli. Yani 100% sasna. Mana holati. To'rqirra. Ideal holatda. Har doim bitta taxtani qayta obzor qilavermayman. Doim yangi taxta bu partiyaning orqasi tugamaydi. Yangi tushgan taxtani video qilaman. Sababi bu taxtadan orqasi juda ham ko'p, tugab qolmaydi. Zakaz berishingiz mumkin. Oldingi safar 11ligi 14ligining o'rnida, 14ligi 11ligining o'rnida turardi. Ko'rganlar bilishadi. 14 sm plyusovoy, 11 plyusovoy, 12 to'liq razmeri bor. Qalinligi 4+. Uzunligi 6 metrli. 100% sasna. 100% sasna. Holat juda ham zo'r. To'rqirra, in 12 ga 4+. Uzunligi 6 metrli.
Faqat to'rt pilisovaya taxta, qalinligi 32-31, yo Belarus taxtasi emas. 100% rossiyskiy sasna taxta. Holati juda ham zo'r. Inshaalloh hijolat qildirib qo'yilmaydi, zakaz bersani. Yine 11 pilis, qalinligi 4 pilis, 6 metrli strapilli. Buni narxi 112 ming so'm. Yine 14,5 ga qalinligi 38, uzunligi 6 metrli, 138 ming so'mdan. Yine 12 ga 4 pilisovay, uzunligi 6 metrli, 124 ming so'mdan narxi. Inshaalloh holati juda ham chiroyli, xijolat qildirib qo'ymaydi. Inshaalloh taxtani zakaz bersani, pulini borgandan keyin taxtani qabul qilib, keyin pulni berasizlar. Oldindan to'lov yo'q. Manzilimiz Namangan shahar, Shamshiboy bozori, 3-rat 573 574-joy. Ismim Abdulbosit, telefon raqamim 90 222 44 77. Shu raqamda WhatsApp, Telegram ham bor. Musofirdagi akalarimiz yo opa singillarimiz telefon qilishadigan bo'lsa, bemalol qiynalmasdan WhatsAppdan telefon qilsani bo'lardi. Inshaalloh qo'ldan kelgancha chiroyli ma'lumot berib o'taman. Telefonda ham tushunmagan joyini bo'lsa, yo bo'lmasam qanaqadir taxtaga sababli nima ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, to'liq ma'lumotni yana beraman. Yana 14,5 santimetrlikni, uzunligi eng kaltasi 90 santimetr. 1 metrga kesib olingan, 5 metr qilib sotilgan. Uzunligi 1 metrga qolgan taxta 30 dona bor. Narxini 15 ming so'mdan berib yuboraman. Yine 14,5, qalinligi 38. Eng kalta hisobda 90 ga hisoblanadi. 1 metrdan uzunlari ham bor. Kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa 30 dona bor. Narxini 15 ming so'mdan beraman. Bir shtugini. 5 metrli to'sildi. 18 ta ostatga bo'lib qolgan, 180 ming so'mdan sotganman. Bunga bitta yengilligi bor. 17 taga pul berasizlar 180 mingdan, 18 ta olasizlar. Sababi bittasida 70 santimetrda siniq joyi bor. Kimgadir kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, 180 ming so'mdan 17 taga pul berasizlar. Yine 15, qalinligi 34. Uzunligi 4 metrli, quruq listrak. Podvalsiz joylarga, yo bo'lmasam budjetniy variantlarga to'sinlikka ishlatishadiganligi bo'laradi. Yine 15, qalinligi 3,5, uzunligi 4 metrli, narxi 90 ming so'm. 4 metrli. Yine 11 ga qalinligi 208, uzunligi 4 metrli. Taxta juda ham zo'r holatda. Oppoq taxta, laklasa bo'laradi. Ichlargacha garantiyali taxta. 100% sasna. Garbil nuqsoni, ichida birorta ham paxta kedrasi yo'q. 100% garantiyali sasnaligiga. Bu taxtaning orqa tarafi laklaydigan insonlar juda ham ko'p. Xudo xolasa tabiiy chiqarib beradi. Laklanadigan bo'lsa, mana bleskini 100% sasna, narxi 61,500 so'mdan. Uzunligi 4 metrli, 5 metrli, bir-biriga kirmaydigan oddiy listrak pollik. 9 santimetrligi bor, 19,5ligi bor, 12,5, 17,5ligi bor. Narxi 1 kvadrati 100 ming so'mdan. 5 metrli polli taxta. 502 ga qalinligi 3,5, 33-34 suxoy reka, uzunligi 6 metrli, 260 metr, 250 metr atrofida reka bor. Bunun narxini 7,900 so'mdan bo'sh pul bo'shashga qilib beramiz. 5 ga 4 pilisovay, uzunligi 6 metrli, 100% sasna. Holati juda ham zo'r, 4 qirra taxta. Garbili, nuqsoni, defekti yo'q. Narxi 8800 so'mdan. Uzunligi 6 metrli, baquvvat rekaga. To'liq razmer so'rashadi ko'proq. 4 metrli vagonka. Dekorativniy fasad uchun, apshka uchun ishlaydi. Baholasi mana taxta yuzasi tiniq holatda, bir-biriga kirishlari ham hisobini olingan. Tushmay qolmaydi. Mana taxtaning yo'llari vagonka hisobda. Endi hamma joyda har xil nomlashar ekan buni. Biz bilganimiz endi vagonka deb so'rashadi, shuni ko'rsatamiz, shuni sotamiz biz. Endi 802, qalinligi 1,7, uzunligi 4 metrli.
Bir tarafini toza qilib ajratib, bitoqsiz qilib ajratib ochtirilgan. Narxi 43 ming so'mdanga. Uzunligi 4 metrlik 1 kvadratga 3 ta ketadi. Kvadrati 130 ming so'mdanga to'g'ri keladi. Uzunligi 4 metrlik shifr reka. Kengligi 4.7. Qalinligi 3.31. Pachkada 2 tadan qilib pachkalangan. Mana tagi tarafi, xudo xolasa garbili, defekti, nuqsoni yo'q, to'rqirra, standart holatda. Narxi 5800 so'mdanga, narxi o'zgarmagan, xudo xolasa. Mana taxtaning yuzasi bemalol ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda. Narxi 5800 so'mdanga 1 metr. Kengligi 6, pilusovoy, qalinligi 3.31. Uzunligi 4 metrlik, narxi 8000 so'mdanga. Baquvvatroq reka. Kengligi 9.5, qalinligi 3.5, uzunligi 4 metrlik. Bu jetniroq varianti strapillikka. Narxi 54 ming so'mdanga. Holati juda ham zo'r, to'rqirra. Garbil nuqsoni yo'q. Ideal holatda bu. Kengligi 9 cm, qalinligi 1.9, uzunligi 4 metrlik suxoy taxta. Buni narxi 30 ming so'mdanga. Habrshotkaga, chorniy polga so'rashadi. Holati juda ham zo'r. Garbil nuqsoni, defekti yo'q. Inshaalloh hajolat qildirib qo'ymay, taxta juda ham chiroyli holatda. 4 metrlik suxoy strapil. Kengligi 11 kg. Qalinligi 3.5. Uzunligi 4 metrlik suxoy zavod taxtasi pachkali. Narxi 60 ming so'mdan. Kimga shunaqa taxta xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz berishingiz mumkin. Telefon raqamim 90 222 44 77 da WhatsApp, Telegramim bor. Ma'lumotlarni agar kamchilik bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Sababi insonchilik, adashilmovchilik bo'ladi. Taxtani zakaz bersani oldindan to'lov bo'lmaydi. Inshaalloh xudo xolasa dastavka xizmati bor, pullik bo'ladi. Hamma joyga dastavka qilib beramiz kelishuv asosida. Hamma taxtani aytgan razmerlarimda xudo xolasa narxi sifatiga yarasha bo'ladi. Bundan arzon taxtalarimiz ham bor. Bemalol zakaz bersani bo'ladi. Hijolat qildirib qo'yilmaydi, chiroyli taxta bor edi. Manzilinaga borgandan keyin pulini berasizlar shopirdan. Shopirga ham arzonni gaplashib beraman. Xudo xolasa hamma joyga dastavka bor. Nima taxta kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz berishingiz mumkin. Telefon raqamimni yozib qoldiraman. Inshaalloh chiroyli ko'ngildaganday taxta qilib bitkazib beraman mashinani. Bemalol zakaz berasizlar. Sog' bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishgungacha salomat bo'linglar.